Uyda bor narsalardan foydalangan holda barcha joyni tozalash uchun universal vosita retseptini beraman. Tozalash siz uchun stressmi yoki anti-stress? Kelinkalarim bolalaringlar hammom oynasida siladi ham o'zi bilan o'zi jang qiladimi? Taxminan 80% o'zbek ayollari sug'ur kunini qayta-qayta boshdan kechiradi. Sirli chelagimdagi mahsulot yordamida oynani oson va tezgina tozalab oldim. Yaltir-yultir narsalarni sevuvchilar diqqatiga aynan shunaqangi yuzalarni ham osongina yaltiratishingiz mumkin. Negativlardan keladigan SMSlar top uchtalik. Voy, bu tekimamchu bilamda, kirini qara, eli yomon qo'li singanmi? Kechirasiz, u sizni ongingizni tozalab olish kerak, chunki toza joy tozalasam, qanaqa qilib mahsulotda effektini bilasiz. Xullas, kelinkalarim, shay turing. Rakovina, vanna, unitaz, kafellar, hattoki smestitellarni ham birda tozalaydigan vosita. Kichkinaligimda ham bo'lgan, hozirgi kunda ham trenddan tushmagan Tala Luxning eng katta chelakli yeli. Ichiga osh tuzi, osh sodasi hamda olma sirkasini qo'shib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirasiz. Bunda tuz, soda va sirka bo'lganligi uchun hattoki chirk yuzalarni ham osongina shilib tushiradi. Sinab ko'ring.